Voy o'rtoq, yaxshi ham chiqib qolding. Ishonasanmi, mana shu uy ishlaridan mana shundoq bo'ldim. Bu yerdan yana qaynana 10 ta ish taxlab turadi. Kiro gapir, qaynana eshitib qolmasinlar. Eshitmaylar, ketganlar, eshitgan. Xullas, ertalab vohlidan bolalarni maktabga olib borgan, kir sol, ovqat sol, uylarni uborka qil. Yo'dan qaynana yana 88 ta ish taxlab turadi. Hop, sekiro kelib qolmasinlar. Sekin gapir. Voy, muncha qo'rqasan o'rtoq, ketganlar mehmonga deyapman-ku, eshitdingchi, dardimmi? Voy, bolalar vohlidan maktabga ham tugab oladi. Keladi, ovqat ber deydi, darsini qildir, uy ishi qil, bu ish qil, qaynana obed qiling, ujin qiling, ata joyingiz keladi. Men qaysini eplayman, uy eplayman, bolalarni eplayman, qaynanamni eplayman. O'rtoq, Jim turgan, dardimni aytayotganda eshitgan o'rtoq. Shunaqa charchab ketdim, kelin odam emasman, men qaysi biriga ulguray? Uni qil, buni qil. Qaynana mashtimga keldilar, ishonasanmi? o'rtoq. Namuncha qilaverasan, ha? Voy! Oyijon, qachon keluvdingiz? Qaynanam hadeb ish yuraveradiganingizda keluvdim. Oyijon, siz aytmayotgandim, nevaralaringiz qiynab tashlashdi, o'qishiga qarayman, bola ovqatiga qarayman, nima qilishni bilmay qoldim. Charchab ketdim, oyijon. Mana Devtskoga bering oldimizdagi. 5 gacha maktabda bo'ladi. Voy, oyijon, 5 gacha qorni ochib qolmaydimi bolalarni? Mazaliligini 3 mahal ovqat. Sport bilan shug'ullanish uchun hamma sharoitlar. Koreys hamda Xitoy tillari ham o'rgatilar ekan. Wow, texnologiya. Sinf xonalari jahon standartlariga to'liq javob berar ekan. Qoyili, mazami. David International School ingliz tili hamda matematikaga ixtisoslashtirilgan ekan. David International School o'zi qayerda joylashgan deganligi, Sergeli hamda Yangi hayotning o'rtasida o'sha mashhur trendga chiqqan daraxtli ko'chani shunda o'rtasida joylashgan. Farzandinglarni Davidga olib kelaverasizlar. Voy, oyijon, maktab zo'r ekan, baraka toping. Maktab zo'r. Voy, men haqimda nima deyotdingiz? To'g'ri gaplashing-ku.